Assalomu alaykum, sizlar bilan Suhrob O'zbilsaidov kanali. Demak, bugun video obzorimizda nima haqida gaplashamiz? Asteriumdagi yangiliklar va ma'lumotlar haqida gaplashamiz. Agar ko'rgan bo'lsalaringiz, masalan, ijtimoiy tarmoqlarimga nafaqat Instagram, balki umuman boshqa ijtimoiy tarmoqlarimga foto qo'ydim. Arxiv Asterium, ya'ni Ro'za Ramazon oylarida shu Asterium kompaniyasi o'zini ana bu yopiq tadbirga taklif qilishdi. U yerda mana shu KOL'lar va Asteriumni o'zini aktiv yuzerlarini taklif qilishdi xullas, va u yerda har doimgidek o'sha networking, yebichar va hokazo. И albatta prezentatsiya bo'ldi. Va prezentatsiyada o'sha Timur aka, undan tashqari yana bu odam ham ana shu spiker sifatida qildi. Timur aka основной Asterium haqida yangiliklar va ma'lumotlar berdi, va undan tashqari bu odam esa Asterium yangi produkti Arzu haqida bu prezentatsiya qilib berdilar. Tak, endi esa shular haqida ma'lumotlarni ya'ni просто o'tirib networking qilib o'zim haqida foydalanmadim, balki sizlarga ham o'sha yangiliklar va ma'lumotlar tarqatish haqida kontent qilyapman. Menga qolsa gorizontalniy ravishda o'sha ana bunda qilsam ham bo'lardi-yu, bu kompyuterda va hokazo qilsam ham bo'lardi-yu. Menga hozircha telefon qulay bo'lgani uchun telefonda qilyapman shunday. Va men o'zi shu Timur akadan Asteriumdan o'zi вообще-то so'ragandim, elektronniy pochtasiga ham o'sha aytilgan bo'yicha takliflarimni va hokazo o'sha yubordim. Ya'ni shuni prezentatsiyasini ikkita prezentatsiyani ham tashlasangiz o'sha prezentatsiya qilib berardim degandim. Negadir javob kelmadi. Menga farqi yo'q. Bo'lsa yaxshi bo'lardi, chunki masalan ba'zi bu rasm bunaqa bo'lsa, bunaqa rasm xira. Va manaqa qo'ldan kelgancha albatta o'zimga qiziq bo'lgan informatsiyalarni rasmga tushirib olishga harakat qildim. Endi esa prezentatsiyaga kelsak, demak, nash ekosistema deb qo'ygan, ya'ni uni ekosistemasida qanday loyihalar bor. Kошелек, bilasizlar, Asteriumning o'zini kripto hamyoni bor, litsenziya olgan, O'zbekistonda qonuniy. Va undan tashqari kripto kartasi bor. Bu orqali siz bemalol dunyo bo'ylab to'lov qilsangiz bo'ladi. Umuman faqat kupyurali mana shu fiat valyuta va hokazo o'sha elektron valyutasidan tashqari kriptovalyutalar orqali, ya'ni raqamli valyutalar orqali ham bemalol to'lov qilsangiz bo'ladi, bemalol. Xohlasangiz Mastercard, Visa va undan tashqari Humo varianti ham bor. Bemalol foydalaning. Menda masalan Humo variantini menga podarka qilishgan. Bir yozda tadbirda ishtirok etgan edim. Shunday. Albatta kripto birja, bilasizlar, kripto birja o'zini kripto birjasini yaqinda chiqardi. Buni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Masalan, Asteriumga kirsak, bu yerdan mana bu trade bo'limiga kirsangiz, o'sha kripto birja chiqqan. Bo'lganda spotga bossangiz, o'sha cho'tta negadir ishlamayapti. Qiziq. Shuncha payt ishlagan, endi hozir zapis olayotganimda ishlamayapti. Hech qisi yo'q. Kutamizmi? Men sabrli bo'laymiz. Lekin sabrli bo'lsak, sizlar toqat qila olmasliklaringiz mumkin. Lutchi xullas ochib o'zlaringiz ko'rib olasizlar. Так, qandaydir texnik muammolik bo'ldi. Kripto depozitariy bu o'zini kripto kошелёкda, ya'ni to'g'rirog'i custodial wallet deb tushunsangiz bo'ladi. Va unda siz o'zingizni tokeningizni chiqarsangiz bo'ladi, Asterium bilan birga hamkorlikda ishlab. Va undan tashqari o'sha kripto hamyonda saqlashingiz mumkin shunda. Va blokcheyni bor, Mirasmanda. Hozirda biz ham o'sha Asterium bilan birgalikda ishlayapmiz. Bu haqda bu yerda ilovasida yo'q, lekin Mirasmanda deb yozsak, Mirasmanda deb alohida sahifa chiqib keladi xullas. Bunday qilaylik. Mana ko'rib turganlaringizdek cho'ta rus bo'lib qoldi. Mana o'zini Mirasmanda blokcheyni ko'rib turganingizdek ariza berasiz, shartnoma qilasiz, white paper tayyorlaysiz, shu bilan token chiqarasiz birgalikda. Asterium, APP va hokazo shular bilan birgalikda. Va bu haqda Ustoz AI haqida, Ustoz AI o'zini kriptovalyutasini chiqaryapti va men u yerda o'sha loyihani kattasini va hokazo deb sodda tilda sizlarga tushuntirganman. Bu haqda bir nechta kontent oldim, ko'rib chiqishingiz mumkin. Tak. Keyin blokcheyn, buni nimaligini bilmadim. Kripto terminallar bo'lsa kerak. Buni bilmadim. Xullas, yozuv yo'q. Cho'ta bu terminalmi? Lekin bilmadim. Menimcha terminal bo'lmasa kerak. Humo token orqali o'sha kripto orqali bu joyda to'lov qilishingiz mumkin, saqlashingiz mumkin, bu yerda qilishingiz mumkin. Kripto birjada ham savdo qilishingiz mumkin. O'zbekistonni umuman olganda O'zbek stablecoin deb tushunsangiz bo'ladi. RWA, ya'ni ana bu obligatsiyalar bilan ta'minlangan, tokenlashtirilgan token hisoblanadi va stablecoin sifatida ham foydalansa bo'ladi shuni O'zbekistonda.
Tak, Crypto Acquiring haqida gaplashdi. Acquiring bu nima? Xullas, o'zini kak platformasi bo'ladi. U yerda o'zingizni masalan biznesingiz bo'lsa, bemalol o'sha o'zizni biznesingiz bo'yicha ana shu sahifalar ochib, o'sha yerda bemalol to'lov qilish mumkin. Menga qolsa masalan taklif bergan bo'lardim. Individualniy har bitta biznes bilan o'zini приложениyasiga qo'shilishdi. Masalan, men Ustozai bo'yicha buni taklif bergan edim. Balkim mana shu hamma platformaga jamlashni ham qilishayotgan ekan. Yaxshi. Va Crypto Acquiring позволяет сделать привычные оплаты для бизнеса mgnovенно deb qo'yilgan, оплата, зачисление, email, filtr, вывод deb qo'yilgan. Og'iz ko'rsa, Acquire nimalarga, to'lovlarga, keyin zachислениyalarga, keyin email filtri bor, ya'ni shaffof va nazoratda bo'ladi va вывод pulingizni chiqarib olsangiz ham bo'ladi shunday. Так, undan tashqari Humo token как легальное платежное средство deb qo'yilgan. И Humo token обеспечен deb qo'yilgan. Mana ta'minlangan strana выпуска O'zbekistonda qilingan nominalniy стоимость, ya'ni narxi bitta Humo 1000 so'm. Blockchain platformasida Mirasmandada bor. Skorost и полное соответствие ko'rsatilgan. Undan tashqari problemalarni qanday yechilishi haqida yozilgan. Undan tashqari kripto kartalarni bilsalaringiz kerak. Virtualnisi bor yokida fizический bor. Buni bemalol qo'lda ushlab, bunday to'lov qilib, bunday terminalga qilishingiz mumkin. Bu esa ya'ni qo'lda ushlab olmaysiz, faqat virtualniy ravishda. Hamkorlik Humo Digital, ya'ni Humo kompaniyasi bilan, Telegram Wallet bilan hamkorlik qilishgan va hokazo boshqalar bilan ham Tether, OKX bilan hamkorlik qilib ishlashgan, o'zi partnyor sifatida nazarda tutilgan. Va Product Roadmap, ya'ni o'sha o'zini yo'l xaritasi, mahsulotini, targoviy infrastruktura, ya'ni o'sha savdo infrastrukturasini yaratish, ежедневные финансовые услуги, ya'ni har kunlik to'lov xizmatlari, ya'ni bularga to'lov qilish kripto bo'yicha bo'lishini, transgranichniy seti, ya'ni QR платежи, ya'ni QR kod orqali to'lov qilish, buni Binance Pay'da ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Fizический infrastruktura, kriptokarta, bankomatlar va hokazo o'zicha qilishmoqchi ekan, gap yo'q. Bu o'zi kripto bankomat ideyasini o'zi balkim ular olgandir. Men uni vaqtida Amirsoyda bo'lgan vaqtida o'sha сотрудниклari bilan, ishchilari bilan bu narsani va uni hamkorlari bilan muhokama qilib chiqqandim, to'g'risi. Menga qiziq kelmaydi. Umuman olganda o'zim izlanish qilib chiqib bu narsaga qilishga o'zim olganda deyarli tayyor edim. Va albatta bu narsaga albatta bozor ham kerak edi, to'g'rirog'i, ya'ni klientlar bo'lmasa shu narsani qilganingiz bir tengqur eksponat bo'lib, ya'ni muzeyda saqlanadi. Undan ko'ra anaqa bozorda ham aniqlash kerak edi. Shunga vaqtim unutib yubordim. Xullas nima desam ham, buni keyinroqqa soldim, shunday. Balkim buni kelajakda Asterium bilan ham qilarmiz. Keyin esa Regularный Rive, ya'ni litsenziyalari, aytgandek kripto birja sifatida litsenziyasi bor, kripto depozitar, ya'ni hamyon sifatida, yana litsenziya na продажу kriptoaktiv, ya'ni kripto do'koni bo'yicha ham litsenziyasi bor. 3 ta O'zbekistonda litsenziyasi bor, 3 tomonlama xullas qonuniy. Undan tashqari Dubayskiy litsenziya VARA degani bor ekan. VARA Dubay bo'yicha ham olgan litsenziyasi bor. Menimcha xullas oddiy unaqa Dubay har qancha imkoniyatlar beradi-ku. Endi masalan Dubayga shunga olib qo'ygan shekilli shunday. Balkim buni imkoniyatlari ko'pdir. Har qancha masalan custodiya, tokenizatsiya, RW ga ham bu qilingan ekan. MENA bo'yicha, arab mamlakatlari bo'yicha har qancha xira cho'ta yozilgan. Asterium Rails они просто кошелек deb qo'yilgan, Railslar deb qo'ygan, shunchaki kошелек emas. Kripto kartasi bor, custodiya nimaligini bilmadim. Безопасный deb qo'yilgan, bankskiy Railslar, tokenizatsiya, tokenlashtirish, ya'ni property blockchain va hokazo. Let's build together, ya'ni o'sha hamkorlikka chaqiryapti. Masalan, integrator sifatida anaqa birga hamkorlikda ishlashlaringiz mumkin, birga qurishlaringiz mumkin. Institutning parametri qilsa bo'ladi, поставщик likvidность bo'yicha, savdo bo'yicha tokenlar va hokazo qilsa bo'ladi. Va affiliate media, ya'ni siz agar bloger bo'lsangiz, u bilan media bo'yicha affiliate hamkorlik sifatida birga ishlashlaringiz mumkin shunday. Mana shu xullas tokenizirованный zolto, ya'ni oltinni tokenlashtirilgan variantini anaqa chiqarishyapti, ya'ni o'zbek o'zini milliy tokenlashtirilgan variantini. Va unaqa token bormi o'zi dunyoda desangiz, bor. Tether kompaniyasini bilsangiz kerak, USDT bor va Hauto ham bor, ya'ni oltinni tokenlashtirilgan varianti bor. Masalan, USDT bu obligatsiya bilan ta'minlangan, Amerika obligatsiyasi bilan ta'minlangan. Mana bu Hauto esa bu oltin bilan ta'minlangan bo'ladi olganda shunday. Va buni farqi esa bu O'zbekistonda chiqayotgan, ya'ni olganda tipi bir xil, faqat kim ishlab chiqaryapti? Asterium ishlab chiqaryapti.
И masalan Howt'ni Tether chiqargan bo'lsa emittenti, buni tashkiloti Asterium bo'lyapti. o'zi Aura of Uzbekistan deb yozilgan edi. O'zi shunaqa ekan, u qisqacha AUZA. Undan tashqari o'zi A deb qo'yilgan. Asteriumni ham belgisini beriladi. Masalan, biz taklif ham bergan edik. Что-то negadir bu haqda javob kelmadi. Ya'ni Asterium plus Ustoz AI и plus типа shunaqa AUZA holda bo'ladi, lekin ma'nosi, ya'ni har bitta harfini unaqa orqasida qanday anaqa so'zlar yozishini shunday qilib chiqib, masalan, emitet ikkita bo'ladi deb qiluvdik. O'zi bizda planda ham bor edi. O'zi tokenlashtirilgan token ham chiqarish, o'zimizda tokenimizdan Humo tokenga o'xshagan tokenni chiqarishda ham undan keyin yana NFTlar chiqarmoqchi edik va hokazo hammasini ketma-ket planlarni qilib qo'yganmiz. Aslida o'zimizda token haqida kontent qilganman. Biz shu tokenlashtirilgan token va aksiyaga lashtirilgan tokenimizni ham qilmoqchi edik. Tokenlashtirishga давайте birga qilaylik o'sha narsani. Har tomonlama o'zimizda bor imkoniyatlar bilan ta'minlaymiz dedik. Negadir javob kelmadi shular. Oltinni qanday dunyo reytingida aksiylar bo'yicha ko'rsatgan, Bitcoin mana shu bo'lsa, oltin mana bunda turibdi va hokazo oltinga endi Bitcoinga nisbatan oltinga odamlar ko'proq ishonishadi va hokazo aksiyalar bo'yicha bilasizlar-ku, reyting bor shunday. Ko'rib turibsiz, mana Apple, Nvidia, Amazon hokazo ko'rsatilgan. Bo'ldi, все bo'lganda. Albatta, ilovasida ham yangilanish bo'libdi. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu menda masalan Humo token bor, qanday ishlaydi va hokazo unga o'xshagan token chiqaryapmiz va uni ishlash tizimini o'rganish uchun albatta sotib oldim. Juda ham to'liq qilib bemalol ko'chalarda ishlatib yuribman. Shunday sizlar ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi, ya'ni kriptokarta orqali ishlatyapman. Masalan, kartam bor, kriptokarta va hokazo. Payment bo'limida kirsangiz, to'lovlar bo'limida Alipay bor. Bu bilasizlar, dunyo bo'ylab to'lov qilish bo'yicha banklar ham ishlatadi. Masalan, QR payment hamma bu to'lov QR kod orqali bemalol kripto orqali to'lov qilishingiz mumkin. QR kod orqali kriptoni to'lov qilishingiz mumkin. Servis payment o'sha crypto acquiring degan servisi bitta bo'lsa kerak, lekin bu ochib chiqsak hali ishlamayapti. Ya'ni feature unavailable deb qo'yilgan, xususiyat hali dostupni emas deb qo'yilgan, to'g'rirog'i. We are already working on it. Biz uni ustida ishlayapmiz allaqachon deb qo'ygan. Hali qachon chiqishi hali noma'lum. Bu ham yana bu cho'ta ochilibdi уже. Значит, bularga to'lov qilishingiz mumkin. Kriptovalyutada to'lov qilish mumkin. Masalan, men UCL ga to'lov qilmoqchi bo'lsam, telefon raqamingizni kiritasiz, yana details ham ma'lumotlar chiqadi. Undan tashqari keyin qancha summa USDT da xohlasangiz, Bitcoin da ham to'lov qilsangiz bo'lar ekan. Wow, zo'r. Xullas, bu sistemani o'sha bu qilib chiqishyapti. Masalan, bu mobile operator, Forgen servis, Chetel servis, Steam, PUBG ga ham to'lov qilsangiz bo'ladi, internet. Masalan, bizda Wi-Fi Turon Telekom, qani Turon Telekom cho'ta ko'rinmayapti, xullas. Shu. Spot bo'limi chiqdi, balkim endi ochilar. Cho'ta bu ochilmadi hali ham, to'g'ri. Boshqa interfeysida o'zgarish ko'rmadim. Yana bitta mish-mishlarga qaraganda bu faktmi, fakt emasmi bilmadim. Asterium orqasida Otabek Umarov ham turavergan ekan. Shuning uchun menimcha Asterium gullab yashnayapti. Masalan, Paynet orqasida masalan davlat ishida ishlaydigan odam bor va Paynet ham gullab yashnayapti. Agar e'tibor bergansizlar bo'lsangiz, albatta xuddi Asteriumda ham xuddi shunaqa Otabek Umarov turgan bo'lsa, havas qildim, xullas. Agar chindan ham bu rost bo'lsa, bu Asterium nima o'rganda qo'llab-quvvatlayman. Nimaga? Chunki masalan O'zbekistonda masalan Rossiyani mana ko'ryapsizlar, hozir sanksiya deb bo'lyapti. Masalan, Google ham hozir bloklamoqchi. Endi Google o'rnini bosadigan umuman olganda kompaniya bormi desangiz, bor. Bu Yandex masalan, o'zimiz bemalol ayniqsa Toshkentda aksiyalari va dunyo уже O'zbekiston bo'ylab ham Yandex taksilar qilinyapti. Yandex ekosistemasi umuman olganda O'zbekiston bo'ylab tarqalyapti shunday. Va o'zini Google bor deb tushunsangiz ham bo'ladi-da. Endi bu Asterium bu Google emas, lekin mana bu masalan Binance bo'lsa, Binance bu chet eldagi bilasizlar. Qandaydir mabodo xudo ko'rsatmasin, qandaydir situatsiya bizga o'xshagan xuddi sanksiyalar va hokazo yopiq mamlakat bo'lib ketsa, nazorat qattiq kuchayib va hokazo davlatlar bilan teskari bo'lib qolsa,
Lutcha masalan, Asteriumga o'xshagan shu kompaniyalar qoladi. Masalan, mabodo agar Binance ketsa hamda shu o'zimni fikrimni aytyapmanda. Masalan, banklarda ham masalan ketdi, Sberbank qoldi, masalan, aktivni ishlayapti. Ya'ni agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Rossiyani iqtisodiyoti o'lish o'rniga naborot rivojlanyapti. Ya'ni hech narsa o'zgarmadi, naborot rivojlanyapti. Ya'ni bir tomonlama bu yaxshi. O'zimizni Asterium olganda milliy kripto ekosistemaga ega bo'lgan kripto kompaniya o'zini ham kripto birjasi bor, kripto hamyoni bor, undan tashqari kripto do'konlari bor. Bu albatta zo'r. Ya'ni masnonoy to'g'ri dunyo bo'ylab nima desam ekan, dominant bo'lmasa ham bo'lishi mumkin. Bunaqa dominantlar qatorida bo'lmasligi mumkin. Xuddi Binance'ga o'xshab, Binance dominant masalan birinchi o'rinda. Lekin O'zbekistonda aktivniy kompaniyalardan biri hisoblanadi shunday. Umuman olganda shu veb-sayt yangilanibdi, ko'rib turganlaringizdek. Shunaqa veb-sayt. Mana ko'rsatganlaringiz, masalan, shu interfeysini qo'shibdi, bozor bo'yicha mana bu bor. Ko'rib turganlaringizdek ro'yxatga o'tasiz, balansi to'ldirasiz deb qo'ygan, xavfsizlik komissiya savdolarni tushuntirib qo'yilgan, shaffof deb qo'yilgan, yangi boshlovchilar uchun aniq va sodda. Xuddi shunday, ya'ni masalan Binance'ga kirsangiz to'g'ri dominant, lekin u masalan yangi boshlovchilar uchun ham alohida interfeys qilgan. Unga moslashish manaqa qiyin bo'lishi mumkin agar sizda izlanuvchan bir aktivniy odam bo'lmasangizda, to'g'risi. Bunda esa sodda qilingan, O'zbekiston aholisi uchun moslashtirilgan masalan shunday. Tezkor qo'llab-quvvatlash, litsenziya va qonuniy asoslari bor. Ko'rib turganlaringizdek, sizning ma'lumotlaringizni faqat sizniki deb qo'yilgan, ya'ni boshqa kompaniya yoki davlatlarga bermar ekan va qonuniy asoslari bor. Olganda qulay interfeys ko'rsatilgan. Va undan tashqari mana kripto hamyon chiqarishdi, undan tashqari iyunda kripto karta chiqarishdi, avgust oyida kripto birja. O'quv platformasi, по-моему, bu bo'lsa kerak. Qani o'quv platformasi? Tak, o'quv platforma. Mana bu bo'lsa kerak, по-моему. Men o'yladim qandaydir video darslikka ega Binance Academy yoki Bitget Academy'ga o'xshaydigan alohida edtech o'zini sahifasi chiqadi deb o'yladim. Botga qo'yishgan faqat maqola, artikellar bor ekan va savollar. Bo'ldi olganda. Umuman veb-sayt haqida, Asterium haqida batafsil ma'lumotni men bundan oldingi videoda qilgandim. Ancha yaxshi prosmotr va ijobiy olganda natijalar oldim. Va sizlar ham ko'rishlaringiz mumkin agar Asterium haqida umuman olganda tushunchalaringiz bu bo'yicha yetarli bo'lmasa-da, qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib qo'yibman. Umuman olganda bu video Asterium haqida yangiliklar va ma'lumotlar edi. Umuman olganda shulardan iborat edi. Asterium jamoasiga omad tilayman, muvaffaqiyatlar tilayman. Umuman olganda rahmat takliflar uchun, ana bu yopiq tadbirlarga umuman olganda yopiq uchrashuv, yopiq qanday xullas yopiq tadbirda xullas buni haqida ma'lumot berdim. Iftorlikka taklif qilganlaringiz uchun umuman olganda shulardan iborat edi. Sizlar bilan Suhrob edi. O'zbek Saidov kanalini kuzatishda davom etingizlar. Savollaringiz yoki qandaydir takliflar, shikoyatlar bo'lsa, kommentariyada umuman gaplaringiz bo'lsa yozib qoldiringizlar. Har bittasini ko'rib chiqib javob berishga harakat qilamiz. Undan tashqari yana do'stlaringizga ham yuborib qo'yingizlar, barchaga yuborib qo'yingizlar yoki o'zingiz yubormoqchi bo'lgan bilgan odamingizga yuboringizlar. Yokida shu sohaga qiziqadigan bo'lishi mumkin. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmangizlar, qo'ng'iroqchani bosib qo'yingizlar. Va video yoqdimi, yoqmadimi, like bosingizlar, yoqmasa dislike bosingizlar. Umuman shu aktivligingiz evaziga men keyingi video qanday bo'lishini xulosa qilib chiqaraman. Ya'ni sizlarda talab va takliflaringizga binoan umuman olganda konkurensiya va hokazo shulardan kelib chiqib, albatta kontent qilishga harakat qilaman shunday. Umuman olganda shulardan iborat edi. Sizlar bilan Suhrob edi. O'zbek Saidov kanalini kuzatishda davom etingizlar. Xayr, salomat bo'lingizlar.